Agar Xudoga duo qilsangiz, ya Robbi, hayotimda doimo yaxshi va solih insonlar bilan hamnafas qilgin deb duo qiling. Duoingiz ijobatini esa atrofingizdan yomon insonlar ketganda his qilasiz. Agar Xudoga duo qilsangiz, ya Robbi, hayotimda doimo yaxshi va solih insonlar bilan hamnafas qilgin deb duo qiling. Duoingiz ijobatini esa atrofingizdan yomon insonlar ketganda his qilasiz. Agar Xudoga duo qilsangiz, ya Robbi, hayotimda doimo yaxshi va solih insonlar bilan hamnafas qilgin deb duo qiling. Duoingiz ijobatini esa atrofingizdan yomon insonlar ketganda his qilasiz.